Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pchilik kuylanadi. Mana ular bizga tushadigan svichalar 1.8 motorga ahamiyat bergan joyim paqillagan yo'qotish maqsadida. Mana haligi yangi chiqqan Spark Plus eng zo'r nima hisobda kabel deyishadi hozir. Bular bizga yaxshi ish bermayapti. Nimaga sababini bugun bildimmi? Xo'sh. Mana u o'zimizni shu kalta provoda mana ustiga nima qilib qo'ygan. Mana ular sherigi endi hisobda. Birga tushadigan. Endi qaranglar. Kaltaligini. Mana temiri ham ko'rinib turibdi. Endi mana u Spark Plus qaranglar. Svichani atayt qilib qo'ydim mana svicha. Mana mana turibdi svicha. Temiri mana mana turibdi. O'rtada shu barmog'i mana даже buklasam buklanyapti. Hech balo yo'q mana shu yerda. Xo'sh. Aytmoqchi bo'lgan joyim svicha chak. Mana shu yerda turish kerak svicha. Mana shu yerda turish kerak. Endi u qaranglar oralig'idagi masofani. Hozir men mashinadan kesib tashladim shart. Yangi svichalar provoda oldim. Spark Plus'dan oldim. Kesib tashladim mashinani. Svicha mashina turadigan bo'ldi. Mana temirga kirdi hisobda. Qiyin ekan kirgizish, endi omborlarni tiqdim, ezib. Shundan keyin baqillash yo'qoldi, xudo xolasa. Bilmaganlarga, bilganlarga yana bitta nima-yu, bilmaganlarga baqillash mashi harom o'lgurdan bo'layotgan ekan. Mana mayda qolib ketib, mana shunda shuncha zazor, undan temirga yaqinroq bo'lsa, kabeldan urib qo'yatdi. Bo'lmasa madan grushitilga uryatdi. Qisqasi, svichani mana turadigan qilib, mana shuncha joyida почти 2 barmoq joyida kesib tashladim pichoq bilan. Mana shundan kesib tashladim, svicha mana turadigan bo'ldi. Mana shu bilan paqillash yo'qoldi. Shu mana svichalar provodalarimiz. Endi bu svicha provodalar o'ta qiyin topish edi bo'lib qolyapti. Bu ham bizga tushadigani kam, 4 ga tushadigan kalta bo'ladi. Yetib yetmay qoladi. Tramblyornikini istab topish qiyin bo'lyapti. Xo'sh, mana u keyingi olganlarim mana o'ziniki qattig'idan, mana shular uzunida kuygan bular. Mana ular ishkal mana уже tugadi. Ulardan urib qo'yayotganing qarayib. Mana orasi ishlagan necha yillab. Yiltirab turishini qaranglar. Bundan topish qiyin bo'lyapti. Bu shu tramblyorlik 4-kabeli uzun bo'ladi, undan yo'q hech qayerda. Qisqasi o'rtoqlar, bitta life hack bu ham. Shu yerdan kesib tashlaysizlar shuncha. Svichani mana shu yetadigan qilib, shu bilan paqillash yo'qoladi. Hammaga omad. Kimgamiz foydamiz tekkan bo'lsa. Xo'sh, dachadamiz, xudo xolasa. Daraxtlar ko'karib qoldi, salqinda. Shu mashinani kavlash bilan boramiz.